Assalomu alaykum va Avtoline kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda biz avtomobil olamidagi eng mashhur va hashamatli crossoverlardan biri 2026 Mercedes-Benz Gli haqida gaplashamiz. Yangi model yanada zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylik bilan taqdim etilgan. Agar siz premium suv qidirayotgan bo'lsangiz, bu avtomobil albatta e'tiboringizga loyiq. 2026 Mercedes-Benz Gli tashqi ko'rinishida yanada sport uslubi va zamonaviylikni namoyish etadi. Old qismida katta radiator panjarasi va markazda joylashgan mashhur 3 qirrali Mercedes yulduzi darhol e'tiborni tortadi. Yangi LED faralar yanada ingichka va agressiv ko'rinishga ega bo'lib, kechasi yo'lni mukammal yoritadi. Kapot chiziqlari avtomobilga kuchli va dinamik ko'rinish beradi. Yon tomondan qaraganda, katta 20 yoki 21 dyuymli gildiraklar Glining sport xarakterini yanada kuchaytiradi. Orqa qismida esa yangi dizayndagi LED stop chiroqlari va elegant bamper avtomobilga premium ko'rinish beradi. Umuman olganda, yangi Gli zamonaviy, kuchli va juda jozibali ko'rinishga ega. Saloniga kirganingizda esa haqiqiy hashamatni his qilasiz. Mercedes har doimgidek yuqori sifatli materiallardan foydalangan. Yumshoq charm o'rindiqlar, yog'och yoki alyuminiy bezaklar va katta panoramik tom salonni juda keng va yorug' qiladi. Old panelda ikkita katta raqamli ekran joylashgan bo'lib, ular Mercedesning Mbuh multimedia tizimi bilan ishlaydi. Bu tizim ovoz orqali boshqarish, navigatsiya, smartfon ulanishi va ko'plab zamonaviy funksiyalarni taklif qiladi. O'rindiqlar isitish, sovutish va massaj funksiyasiga ega bo'lishi mumkin. Orqa o'rindiqlarda ham keng joy mavjud bo'lib, uzun safarlar uchun juda qulay. Bagaj hajmi ham katta bo'lib, oilaviy sayohatlar uchun ideal. Kapoti ostida esa 2026 Mercedes-Benz Gli bir nechta kuchli dvigatel variantlari bilan taklif qilinadi. Asosiy model odatda 2,6 litrli turbo dvigatel bilan keladi va u taxminan 255 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bundan tashqari 3,6 litrli 6 silindrli turbo dvigatel ham mavjud bo'lib, u yanada kuchli va tezkor harakatni ta'minlaydi. Hibrid texnologiyasi ham qo'llanilgan bo'lib, bu nafaqat kuchni oshiradi, balki yoqilg'i sarfini ham kamaytiradi. 9 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi juda silliq ishlaydi va tortmatik to'liq tortish tizimi har qanday yo'lda barqaror harakatni ta'minlaydi. Shuningdek, adaptiv osma tizimi tufayli avtomobil yo'ldagi notekisliklarni deyarli sezilmas darajada yutadi. Xavfsizlik tizimlari ham juda boy. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormoz, yo'lakni ushlab turish tizimi va 360 darajali kamera kabi texnologiyalar haydovchiga katta yordam beradi. Bu esa Gli'ni nafaqat qulay, balki juda xavfsiz avtomobilga aylantiradi. Narxiga kelsak, 2026 Mercedes-Benz Gli modelining boshlang'ich narxi taxminan $65,000 dan boshlanishi mumkin. Yuqori komplektatsiyalarda esa narx ancha yuqoriga ko'tariladi. Albatta, bu premium segment uchun juda raqobatbardosh narx hisoblanadi. Agar sizga hashamat, kuch, zamonaviy texnologiya va qulaylik bir avtomobilda kerak bo'lsa, 2026 Mercedes-Benz Gli juda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Shu bilan videomiz yakuniga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa bosishni, kanalga obuna bo'lishni va yangi avtomobil sharhlari uchun Avtoline kanalini kuzatishda davom etishni unutmang.